Trening nomi tana harakatlari orqali kimligini top. Bunda talabalar qog'ozga ismini yozmagan holatda talabaning tana harakatini, qaysi harakatni ko'p ishlatishini yozadi. Trening maqsadi ishtirokchilarda tana harakatlari, nonverbal muloqot orqali ichki holatini, hissiyotini va xarakterini aniqlash ko'nikmalarini shakllantirish. Guruh ishtirokchilari bilan interaktiv o'yin orqali inson haqida taxmin qilish, fikr bildirish, ko'nikmalarini shakllantirish, tana tili elementlarini o'rganish, kommunikatsiyada tana tili rolini chuqurroq anglash. Ko'p qimirlatib harakat qiladi. Bir joyda turib, qo'llarni orqasiga qilib turadi. Qo'llar bilan diqqatni jalb qilishga harakat qiladi. Diqqat. Sakura. Chiqanda hammaga mo'ltirab qarashni faqat uyda ko'rganman. Trening o'tkazish vaqtida ham lider so'rashda emotsiya o'zgaradi. Harakatiga omiliy ravishda ega. Harakatni ya'ni omiliy boshqaradi. Javobi. Nishonlar kalovini bitasini. Ana sizlar to'xtab. Hech qanday ko'p sochiga tegmaydi. Dona. Siz ko'zini bir nuqtaga qarab turib, ovoz balandlattiradi. Ko'ziga qarab gapiradi. Orqaga qon masalan so'zini ko'p ishlatadi. Sizni kalla qo'lga nasiba ichki xotirjamlikka ega, har doim tanlagan mavzusiga ijodiy yondashib, yangiliklar qiladi.